Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlarga zo'r cho'tki video tayyorlaymiz. Top 10 ta 2026-yilga kirish mumkin bo'lgan va bizga maslahat beradigan, ertaga kelajagi bor birinchi o'rinda. Oyligi baland. Kelajagi bor deganda ish topa olasiz, oyligi baland deganda sizga страховка, ya'ni finansiy страховка beradi. Hamma joyda yaxshi to'lanadigan va plus o'sha yaxshi o'rgatiladigan, любой universitetda o'sha soha bo'lsa, yaxshi o'rgatiladigan top 10 ta sohalarni tayyorladik. 2026 ga kirish mumkin bo'lgan va kirish kerak bo'lgan. Chunki nimaga? Oxirgi paytda ko'rasizlar, dunyodagi muammolarni, dunyoda muammolar, meditsinada muammo bo'lyapti, dunyoda politsiyaskiy muammolar bo'lyapti, yuridik muammolar bo'lyapti dunyoda. Dunyoda yana har xil globalniy davlatlarning ichida, davlatlardan tashqari voyenniy har xil muammolar bo'lyapti. O'shalardan kelib chiqqan holda biz sizlarga cho'tki 10 ta sohani taklif qilamiz. O'shalarga kirsanglar, ertaga 99% veriyatность bilan agar peshinada yozilgan bo'lsa, plus еще, скорее всего, yaxshi bo'lib ketadi kelajagingizda. O'zingizga kerak bo'ladi va undan yaxshi foydalansanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, o'tib o'rmasdan like, kommentariy ayamanglar, besplatно, chunki podpiskani bosib qo'yinglar. Bizning prosmotrlarimiz podpischiklarimizdan ko'proq. Shunaqa ko'rsatyapti YouTube analitikasi, bizda podpischi kam, lekin prosmotrlarni ko'proq podpisan bo'lmagan odamlar ko'radi. Podpisatsiya qilib qo'yinglar, aytaman, yerunda narsani gapirmaymiz. Kerak bo'ladigan, yo sizga, yo farzandingizga, yo tanish bilishlaringizga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni обязательно qo'yib beramiz. Shutka bo'lsiz, hazilsiz, seryozni gaplarni har doim gaplashamiz biz. Birinchisi bu meditsina. Meditsinani o'qishni taklif qilishimizga sabab, meditsinada o'qish taklif qilishimiz sabab birinchi o'rinda sizni yaqinlaringizga, birinchi atrofdagi davlatingizga, shaharingizga, davlatingizga, yashab turgan joyingizga va butun dunyoga foydasi tegadi. Davolagan odam, masalan, kasal odam davolagan, по-любому siz eng kamida duo olasiz. Eng kamida. Bu puldan qimmat turadi, duo. Bilsanglar kerak. Undan keyin yaxshi pul to'lanadi. Keyingisi bu yaxshi pul to'lanadi har doim. Hech qachon vrach zo'r operatsiya qilib yoki zo'r davolagan yoki zo'r maslahat bergan odam cho'nchiga quruq qolmagan. Ya'ni ro'zg'oringizga, oilangizni har doim boqa olasiz. Chunki odamzod borki, sog' yuradi, kasal bo'ladi, sog' yuradi, kasal bo'ladi. Har doim bo'ladi bu narsa. Ilohim kasal bo'lishmasin, bu realiy, ya'ni hayotdagi bor realnost. Shuning uchun meditsinada top turadi, birinchi o'rinda har doim. Meditsinaga kirish qiyinroq. Meditsinaga tayyorgarlik kerak, meditsinaga oldinroq harakat qilish kerak. Mana hozir topshirish kerak meditsinaga. Hali maktabni tugatmasdan turib, hali universitetni tugatmasdan turib, darshiga kirmoqchi bo'lganlar yoki 10-11 o'qib yurgan, kollej o'qib yurganlar, darshi meditsinaga kirmoqchi bo'lganlar kirsa bo'ladi bemalol. Tugatmasdan turib topshirsa bo'ladi, to'liq pasport bilan. Maslahatimiz bu narsani oldinroq qilish. Sababi meditsinada joylar qisqaradi. O'qitish qiyin, yaxshi professorlar kam. Endi topshiradiganlarga nisbatan. Shuning uchun meditsinaga topshirish kerak. Meditsinada 5 ta yo'nalish bo'ladi. В основном. Bu birinchi o'rinda lichfak, ya'ni lechebniy delo. Lechebniy delo davolash o'zbekchasiga. Davolash любой vrachlar, в основном xirurglar и ayollardagi vrachlar ham hammasi mana shu lichfakdan, lechebniy deloga kelib chiqadi. Universitetda o'zida сразу ish topiladi sizga, сразу. 2-3 kursdan есть чем заняться там. Keyingisi yaxshi tarafi buni yana полностью 6 yil professor, katta vrach bo'lib chiqasiz 6 yil o'qiganingizdan keyin. Yana ham yaxshi tarafi ozgina grant joylar ko'proq. Не факт, что 100% grantga kirishingiz, но shans ko'proq. Kimdir kira oladi, kimdir kira olmaydi. To'g'ri topshirsa ko'pincha kirishadi. 10 tadan 9 odam grantga kiradi o'tga. Grantga deb topshirganlarda. Maslahatimiz oldinroq topshirish har doimdagi. Agar rus tilidan yoki ximiya, biologiyadan samniniy qilayotgan bo'lsangiz, o'qiy olmaymanmi, o'qib keta olmaymanmi deyotgan bo'lsangiz, birinchi maslahatim bu podготовительный kursga topshirish bitirganingizdan keyin. Ikkinchi maslahatim sal nisbatan osonroq universitetlarga topshirish, meditsinada o'qish, ya'ni viloyatlarga. Shaharlar har doim konkurensiya bo'lgani uchun qiyinroq o'qish. Moskva, Sankt-Peterburg har doim qiyin. Viloyatlarga, Tver, keyin bor yana Omskda bor, yaxshi отношенияларimiz bor Omskdagi universitetlarga. Nimaga odam kam topshiradi, haligacha tushunmayman.
reklamani ko'paytirishimiz kerak menimcha o'tga. Omsk universitet bilan вообще отношениямыз zo'r, yaxshi o'rgatadi. Sal просто sekinroq o'tga odam kiradi, kamroq, но ular yaxshi o'rgatadi. Plus еще unaqa qiynamaydi o'qishda ham. Protsent katta o'tdi, ya'ni bitiruvchilarniki. Osonmi? Qiynamaydi odamni. Keyingisi yana Tver, Kazan, Omsk, Pskov bor, Nijniy Novgorod bor. Mana shu shaharlarga kirsanglar, o'qish nisbatan arzonroq, nisbatan osonroq, bitirish shansi balandroq. Полный pulni to'lab o'qivermas. Просто Moskva, Sankt-Peterburgda жесткийroq. Серьезно aytaman. O'ziga sal uverенность pastroq bo'lganlar astaqatdan viloyatlarga. Bunaqali ko'p afsuski. Uverenlikda har doim 10 tadan bitta odam uveren biladi slishka. Вот, shuning uchun shoshilinglar. Hozir qabul boshlandi. Xudo xolasa, bizga ishonib topshirganlarning hammaning ishini bitirib beramiz. Inshaalloh hammasini yordam beramiz. Ikkinchi sohamiz, keyingi sohamiz bu IT. Nimaga IT ni maslahat beramiz? Ko'rdinglar, dokumentatsiyada qanaqa o'zgarishlar bo'lib ketdi? Dokumentatsiyada masalan, mana shu Rossiyada yurganlarda qanaqa o'zgarish bo'lib ketdi? O'zbekistonda qanaqa rivojlanishlar bo'lyapti? Rossiyada qanaqa, dunyoda qanaqa rivojlanishlar bo'lyapti? Kim yutyapti? IT ishini yutyapti. Nimaga yutyapti? Dokument, понятно, bitta qog'oz, shuni qilish kerak ekan. Qildingiz. Uni joylash kerak, uni sketsaj qilish kerak, uni to'g'irlash kerak, redaktsiya qilish kerak. Masalan, o'zingiz dokumentatsiyangizda go'stlugani tushunmayapti odamlar. Inini, snils oddiy o'zini narsasini kirib mana odamning snils bor go'stlugida. Kirib ko'ra olmaydi. Snils уже есть, go'stlug есть, значит, snils bor уже. Kirib ko'ra olmaydi shuni. Aytishnik bo'lish shart emas. No, aytishnik примерda masalan, shu aytishnik уже go'stlugani kelib bo'lsa yaratib qo'yadi. Kelib bo'lsa yaratib qo'yadi. O'sha snilslarni ham indan qatdan olish, qanaqa qilish, hammasi tushunsiz. Aytishnik это keng soha. Printer sotadigan odam emas, u keng soha. Просто пример keltirdim kichkinaroq. IT bu nomer 1, birinchi o'rindagi dunyo masshtabida olsak, mana meditsinadan keyin turadi. Nimaga IT? Aytishlik bo'lsangiz, hamma sizga kelib o'zini rivojlanmoqchi bo'lgan sohasini IT-lashtirishga iltimos qilib beradi. Masalan, elementarno. Daftardan daftarga yozish liboy biznesda tugadi. Shu, u biznes o'ladi. Hamma hozir kompyuterda qilyapti. Hamma onlayn qilyapti. Hamma narsa onlayn ketyapti masalan. Kerak bo'lsa, boyaga aytgan meditsina Amerikalarda, rivojlangan davlatlarda onlayn boshlandi. Ya'ni medik onlayn tashxis qo'yib, odamga onlayn davolanishga, ya'ni pomoshchi maslahatini, konsultatsiyani onlayn qilish mumkin. Prosta videoda emas, uni sog'lig'ini onlayn tekshirish mumkin. Buni kim qilib beryapti? Aytishniklar qilib beryapti. Muammo, hozir katta muammo nimada? Taksi dostavkada. Kim mashina o'ylab topgan Yandeks'ni? Masalan, обычный Yandeks'ni, Yandex hamma platformasini. Конечно, aytishnik. Logist emas, logist bir qismini qilgan. Aytishnik o'ylab topgan uni. Aytishnik umniy intellekt, ya'ni искусственный intellektni o'ylab topgan, sizni turgan joyingizni водительga удобный водительga beradi. Narx-navosini ham удобный qilib beradi. Yo'llarini ham to'g'ri hisoblaydi. Parkovka qilish mumkin emas joylarni to'g'ri hisoblab, maksimal удобный qilib beradi. Yandex masalan. Uni kim qilgan? Искусственный интеллект qilgan. Искусственный интеллект kim? Aytishnik. Искусственный интеллект nimada hozir? Hamma joyda kerak. Kim o'rgatadi? IT o'rgatadi. IT ni bilgan odam искусственный интеллект o'rgatadi. IT da shart emas, siz informatsion texnologiyaga kirishingiz. Может sizga elektrika yoqadi, elektronika yoqadi, elektrotexnika yoqadi. Может sizga kiberbezopasность yoqadi. Может sizga iyi yoqadi искусственный интеллект. Kelajak bu искусственный интеллект, qo'yansizga aytaman. Kimda bir simple bo'lsa искусственный интеллект tiqish kerak. O'shani yutasizlar. Hozirgi chiqayotgani dешевка пока что это начало, пробный тестовый rejim o'tadi. U 2030dan keyin вообще strelat qiladi. Mana aytdi deysizlar, videoyim turgan bo'lsa, keyin ko'rasizlar, strelat qiladi. Men polashmayman, ko'rib yurgan narsa. Biz ham endi o'qib bilimimiz bor, ozgina bir nimani bilamiz. Bizdan katta odamlarning gapi bu. Men sizlarga просто перефразировать qilaman. Вот, shuning uchun IT-ni maslahat beraman. Mana shu masalan rolikimizni to'g'ri загружать qilishga maslahat bergan odam правильный загрузка. Просто sливать qilish emas, правильный загрузкani aytishni tushunadi. Buni montaj qilgan odam ishlaydigan programmalarni aytishniklar o'ylab topadi. Mana shu video rolikimizda ham. Qancha video roligi bor? Instagramda, YouTube'da. Ularning hammasini stabil ishlashini kim to'g'rilab beradi? Aytishnik to'g'rilab beradi.
YouTube platformasini. O'ylab toping, YouTube'ga o'xshagan приложение yoki programma qanaqa Google boyib ketgan shundan. Milliardi там. Вообще milliardi там играет. Nimadan bu? Только aytishlik. Shuning uchun maslahat. Sразу topshirish kerak emas. Biza bilan maslahat qilish kerak. Может, ozgina kursini o'qiysiz, keyin kirasiz. Может, ozgina til kursiga qatnashasiz, keyin kirasiz ITga. Taqsirlat qilib pul bor ekanini kirib ketish kerak emas. Lekin haqiqatan 4000-5000 dan boshlanadi и вверх oyligi. 4000-5000 dollar и сверху. 1-2 ming emas. 1-2 ming просто ученикlar. Topshiringlar, пожалуйста. Hozir ITga 50 ta joy bor grantga. 5-dekabr крайний. 5-dekabr крайний. Полный paket dokument shart emas. Только pasport bilan kelaversa bo'ladi. Topshiringlar, onlayn topshiringlar. Живойga topshiringlar, farqi yo'q. Yordam beramiz. Yuridiskiy. Yuridiskiyda muammo emas, yuridiskiyda bemalol kirsa bo'ladi. Keyingi o'rinda yuridiskiy. Nimaga? Yana o'sha gap. Odamlar ko'ryapti, qanaqa problemalarga olib kelyapti, o'zini haq, huquqini bilmaslik. Qanaqa muammoga olib kelyapti. Ustidan izolyatsiya qilsa bo'ladi, uyni olib qo'ysa bo'ladi, dokumentini olib qo'ysa bo'ladi, boshqa ish qilsa bo'ladi, lekin hech nima qila olmaydi. Nimaga? Yuridiskiy huquqiy bilimi yo'q. Shart emas hamma yurist bo'lishi. Agar oilada bitta yurist bo'lsa, все, это хватит. Oilada bitta yurist bo'lsin, hamma shutki bo'ladi. Kadastringiz zo'r bo'ladi, joyida, uyingizda. Hech kim qo'shningiz sizga dokapatsiya qila olmaydi. Hech kim kelib uyingizni sinov qila olmaydi. Chunki yurist o'g'lingiz, yurist qizingiz, уже hammasini ko'lab chiqqan bo'ladi. В основном. Aqlli bo'lsa teng bo'ladi. Налоговыйda muammongiz bo'lmaydi. Boshqa tamojdada lishniy vопроslaringiz bo'lmaydi. Chunki yurist oilangizdagi sizni ogohlantirib qo'ygan bo'ladi, страховкасini olgan bo'ladi, dokumentlarni joyiga keltirib qo'ygan bo'ladi. Neto ish qilishga yo'l qo'ymaydi. Ko'pchilik yuristlar qo'rqib yuradi. Nimaga? Qilgan bo'lib turgan ishlarda последствиясini bilgani uchun. U qo'rqoq odam emas, как раз duxi baland bo'lgan yuridiskiyda o'qigan. Но именно последствиясini bilgani uchun xavotir oladi. Bizda ham yurist bor, вообще постоянно panikada yuradi. Хотя все хорошо. Shu uchun ham bizda идеально все четко. Dokumentatsiyadan boshqa tarafdan ham bizda прям железно. Xudoga shukr. Хороший yurist nimaga kerak? Хороший bizning hozirgi yuristimizni yillik topadigan daromadini aytsam ishonmaysizlar. Прям bizdan ko'p topadi. Nimagaki u haqiqatan kuchli ishlarni qiladi. Yurist обязательно sizni sudda yutib berish kerak bo'lgan advokat bo'lish shart emas. Sizni o'sha narsaga olib kelmaslik uchun qanaqa to'g'ri qonun bo'yicha yashashni maslahat beradigan, o'rgatadigan odam bo'lish kerak. Mana istoriyaga odzivga qo'ydim. Telegramda bor, Instagramda bor. Ko'rsanglar bo'ladi, kirib odzivlarni. Telegram profilda bor, Instagramda bor. Ko'rsanglar, o'sha yerda odzivni bitta bola yozgan, просто o'zi yozib qoldi. Biz kirgizgan ekanmiz 21-yil. Aka o'tmaydi, yuridiskiyni diplom O'zbekistonga deganligi meni javob o'tadi dedi. Men undan so'raganimga o'zi yozib qoldi. Istoriyaga ham qo'ydim. Haqiqatan bizni kirgizganimiz o'zi o'qigan, chotki bitirgan, hech qanaqa muammosiz. Nimaga yuridiskiy bu gumanitarniy yo'nalish aytamiz endi. Gumanitar, informatika, fizika, matematika kimdirlar uchun bu yoqmaydi, kimdirlar uchun bu yoqadi. Kimga yoqmasa, o'sha falla bo'lmaydi u yerda. Ya'ni yuridiskiy deganda va Toshkentdagi yuridiskiydagi nerealniy emas o'qish, наоборот, нормальный o'qish. O'qish наоборот osonroq bu sohalarda. Вот, поэтому u bola уже ishlab yuribdi. Nostrifikatsiya qilibdi diplomini. Kстати, nostrifikatsiya 125 ming so'mga tushgan. Без экзамен. 2 haftada chiqqanmi, 1 oyda chiqqan. Налоговыйda ishlab yuribman deyapti. Danish prokuraturaga ishga kirmoqchiman. Как думаете? Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi joymi? Конечно. Любой prokuraturada tanishi bor odam любой narsani so'rab, bilib, har doim uверен bo'lsa bo'ladi. Bilasizlar bu yog'ini o'zingizlar. Shuning uchun bolalarni, qizlarni bemalol yuridiskiyga qo'rqmasdan olib kelsanglar bo'ladi, topshirsa bo'ladi. Grant joylar bor. Faqat kam qoldi. Grant joylar kunduzgi ta'limga. Yuridiskiy, kстати, kechki ta'limda o'qisa bo'ladi. Studentskiy bilan o'qisa bo'ladigan momentlar bor. Mana shu kechki ta'limda bor. Ochnyuda chotga o'qisa agar 4 yilda bitirib qo'yadi, grantga joy bor. Rus tilini biladigan bola, o'rganmoqchi bo'lgan bola, o'qimoqchi bo'lgan, желаниесі bor bolalarga ozgina joyimiz bor. Kelinglar topshiringlar. Как горячие пирожки talashib yuridiskiy, to'g'risi sababi fishka вообще zo'r deb o'tdi. Kontrakt ham 300 ming plus
Grant bo'lsa, ham ofitsialniy grantda, yana u davlat programmasi bilan. Bemalol topshirsangiz bo'ladi. Hozir qabul bor. Yuristlar sizlarni kutamiz, budush yuristlar. O'zbekistonga diplomni 200% o'tadi. Keyingisi bu 4-si bu получается юридический, извините. Zanovo можно? Zanovo, да? Keyingisi 4-si bu ekonomika, ya'ni iqtisodiyot. Buni atrofida bank, buxgalteriya, moliya bo'lishi mumkin. Buni atrofida management bo'lishi mumkin. Любой finansiy, ya'ni moliyaviy yo'nalishlar. Ekonomika va management ko'proq birga keladi, chunki bular bir-biriga yaqin sohalar. Farqi bor, kattagina farqi bor, lekin birga yurishiga sabab u yerda ham, bu yerda ham hisoblash kerak. Hisob-kitob. Только matematika emas. Просто правильный, to'g'ri hisob-kitob hisoblanadi. Ekonomika любой davlatga qiziq bo'lgan yo'nalish. Ya'ni davlat korxonalarida hamma joyda iqtisodchi, buxgalter, finansist, ya'ni moliyachisi bo'ladi. Banklarda, tем более bankirlar bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa yo'nalishlar. Management birga kelishiga sabab, management bu управление ko'proq bo'ladi. Management ya'ni ishni boshqarish va odamlarni boshqarish. Managementda ko'proq odamlarni boshqarish, ya'ni bir nechta odamni boshqarish. Agar sizlar bo'layotgandek matematika, fizika, matematika частично ko'proq fizika, informatika, shunga elektronika, IT yoki meditsina sohalarini torta olmayman, lekin men shu ustlayman, qanaqadir biznes sohasida yoki любой biznesni yurita olaman, любой korxonani biznesini yurita olaman, управляющий bo'la olaman, odamlar ustidan boshqara olaman, ya'ni shunaqa sferalarga yoki вообще iqtisodni yorib tashlayman, вообще qiziqaman desanglar, dallashim o'zimni biznesim uchun kerak bo'ladi, uverin bo'lsanglar, aslida kerak bo'ladi. Любой biznesmen bir kun kelib iqtisodga kelib taqaladi. Любой biznes kelib hisob-kitobga taqaladi baribir. Daftar ruchka qilib o'tirgan zaman ketdi уже. Hammasini o'zining saytlari bor, programmalari bor, ishxona beradigan, faqat shuni o'rgansanglar bo'ldi. Просто kasb ishim bilan bankda ishlab o'tiraman desanglar ham, yoki bir korxonani upravляющийsi bo'laman desanglar ham, iqtisod, management, ya'ni ekonomik management kerak bo'ladi. Bu sohaga maslahatimiz вообще top 1 aslida. Просто 4-o'rinda hozircha. Bu ham zo'r soha, вообще eng ko'p. Bu sohalarga byudjet juda kam bo'ladi. Sababi bu sohalarga ko'proq kiradigan odam 40%. Butun dunyoda общий, mana shu ekonomika, management, marketing, finansiy sohalarga 40% dunyoda odamlar shu sohada o'qiydi. Bu soha hamma joyda kerak. Pul kerak hammaga, bu yerda ham hisob-kitob hammasi kerak. Buni to'g'ri o'qigan, to'g'ri hisob-kitob qilgan odam har doim puli bo'ladi. Pulni upravlat qilmaydi. U pulni upravlat qiladi. Pulni to'g'ri hisob-kitob qilishi va to'g'ri joyga ishlatishi va undan foyda keltirishini o'rganadi. Har xil yo'nalishi bor, har xil направление bor. Yaxshi tarafi ko'p universitetlarda bu soha bor. Masalan, temir yo'llar bor, ekonomika, management bor. Borsangiz, tam pedagogik universitetda ham bor. Boring naryoqda bitta IT universitet bor. O'sha yerda ham ekonomika yo'nalishi bor. Yana bitta qurilish universiteti bor. U yerda ham ekonomika yo'nalishi bor, management ham bor. Bu o'sha sferani ekonomika management, ya'ni qurilish, iqtisodiyot management, moliyaniki, IT-niki, pedagogikani, iqtisodiyotda kimdir dars ham berish kerak-ku, kimdir o'rgatish ham kerak-ku. Shuning uchun pedagogik ham bor. Yuridический yaqinroq yuradi bu ham, plani ko'p joyda borligidan. Даже undan ham ko'proq joylarda bor. Отдельный экономический universitetlar bor. Prezidentskiy akademiya degan universitet bor, masalan, Prezidentskiy akademiyada top turadi таможенный, юридический va ekonomika yo'nalishlari. Высшая школа экономики bor. Yotib olib ekonomikani o'qiyman desanglar, Высшая школа экономикада o'qisanglar ham bo'ladi. Высшая школа экономики o'tda уже прям oliy darajada o'rgatishadi, kачествоsi ham baland. Uni kechki ta'limi ham bo'ladi. Ekonomikada zaochniy qiyinroq kirish, u yerda o'zining nyuanslari bor. Ikkinchi mutaxassislik bilan kirsa bo'ladi, любой odamga emas, 17-yildan keyingilarga. A tak вечернийni onlayn variantlari bo'ladi, вечернийni borib o'qilgan variantlari bo'ladi, ekonomika managementda вечернийni ochniga o'xshab har kuni kechqurun bo'lishi mumkin, или bo'lmasdan. И плюс еще очный. Очныйda 4 yil ko'proq. Mana Puchet сообщениеda temir yo'lda o'qisanglar ikkita diplom beradi. Hozir shunaqa bo'ldi. Ko'p joylarda bitta diplom. Ko'proq xalqaro
universitetlarda bo'ladi. Buni bitirsanglar O'zbekistonga 99% bilan universitetlarda diplom O'zbekistonga o'tadi. O'tmaydiganlari faqat частныйлari bo'lishi mumkin, boshqalari bo'lishi mumkin, ko'pincha o'tadi. Shuning uchun tavsiyamiz ekonomika. Bitirish osonroq o'tdi ham. Balandroq qanaqasi. Ish ko'p. Ekonomist, taksist men tanimayman, masalan, qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun kiringlar, o'qinglar, пожалуйста, hozir qabul bor. Bu yerda ham shu gap dekabrgacha topshirsanglar, uspet qilasizlar. Endi bu fakultet deb bo'lmaydi, lekin yo'nalish deylik, munitsipalniy управление degan shunaqa yo'nalish bor universitetlarda va bu soha. Buni bitirganlar davlat administratsiyasi, ya'ni o'sha hokimiyat, adliya vazirligi, yana политический любой davlat organizatsiyalarida ishlasa bo'ladi. Bu yerda городской administratsiya deydi, o'zimizda hokimiyat, adliya va shunga o'xshagan yo'nalishlarda ishlasa bo'ladi. Ya'ni politik bo'lmoqchiman, politikada ko'tarilmoqchiman, politikada ishlamoqchiman degan odamlarga политический yo'nalishlarga bu munitsipalniy управление. Основной birinchisi munitsipalniy управление. Keyin o'sha tam международное отношение bo'ladi. Munitsipalniy управление yaxshi tarafi o'tda полный гуманитарий, ya'ni вообще ekonomikada ozgina matematika bo'lsa, o'tda вообще hech qanaqa matematika emas, чисто huquq va politika qilib sizni tarbiyalaydi. Unda ham yaxshi tarafi kechki ta'limga bor. Вечернийda o'qimoqchi bo'lgan odamlarga bilasizlar, вечерний преимуществосini yaxshi mandan ham вот вечерний очно-заочный deyiladi. Очно-заочныйda o'qimoqchi bo'lganlarga yoki очный o'qimoqchi bo'lganlar очно-заочный 5 yil, очныйsi получается 4 yil. Kontraktlari arzon deyman, средний и выше. Sababi bu politika, естественно. Bu yerda oddiy odam o'qimaydi. Lekin o'zini maqsadini bilgan odamlar, o'ziga kattaroq uverenni qadam qo'ya olgan o'zimizning mujik bolalar bo'lsa, пожалуйста, topshiringlar. Unga ham qabul bor, естественно, unga ham kirib beramiz. 3 tami 4 ta Peterburgda, Moskvada 6 ta yoki 7 ta menimcha, adashmasam, вот universitetda shunaqa yaxshi munitsipalniy управление o'rgatadigan universitetlar bor. Ular bilan tashlashimiz, естественно, yaxshi, osmondan tushmagan ular ham. Bizning договорlarimiz bor. Bir xillari bilan tashlashimiz yaxshi, bir xillari bilan договорimiz bor. Дальнейшем bitirishingizga yaqin ish bilan ta'minlanishini yo'lini qanaqa qilib подход qilsa, qanaqa qilib masjidda o'zida ishlab qolib ketish masalan eshitganmisizlar? Bo'ladi-yu, o'zbek tam advokat bo'libdi, tam bittasi городской administratsiyada ishlayotgan ekan deydi. Xuddi shunga o'xshab, ular ham o'zidan o'zi joylashib qolmagan. To'g'ri подход qilingan. O'sha подход to'g'ri qilinishini biz maslahatini bera olamiz, yordamini bera olamiz. Qanaqa qilish kerak, как делать, что делать, чтобы nimaga? Maqsad shuki, maqsad bu yerda odam diplomini olib pustoy tam o'ziga o'zi uyda chang yotmaslik uchun. U bilimdan foydalanish kerak, ishlash kerak, praktika qilish kerak, ko'tarilish kerak. Shuncha o'zbek o'qiyapti, rezultat bo'lish kerak. Ya'ni millat oliy ma'lumotli bo'lishini faqat ham sizlar pul berdinglar, biz kirgizib berdik emas. Konkretniy rezultatga ishlanish kerak. Bu shu yerda shuning uchun biz oxirigacha xudo xohlasa yordam beramiz. Ну, yaxshi bo'lardi еще rus tili. Rus tilini o'rgansanglar. Yaqinda kurs ochilyapti. Aytganimiz уже ko'rgan bo'lsangiz kerak. Keyingisi temir yo'l. Temir yo'l deganda shuni tushuniladi. Masalan, men o'zim shu sohani o'qib bitirganman. Temir yo'l bu yerda O'zbekistonda преимущество katta, и Rossiyada. Nimaga? Rossiya hamma tarafi dengiz, okeanlar bilan o'ralgani bilan o'rtasi susha. O'rtada shunaqa daryoda suzib yurishmaydi-ku. Samolyot qimmat. Temir yo'l orqali tezroq, arzonroq va безопасный yuk va odamni yetkazish har doim aktual bo'lgan. Shuning uchun temir yo'l o'ylab topgan odamlar, davlatlar tez rivojlanib ketib qoldi. 200 yil oldin, 300 yil oldin. Bizning maslahatimizda kirish temir yo'lga faqat o'ylab kirish kerak. Uni объемini o'qishini, мощный o'qishda-ku, uni объемini осилить qila olmaydigan odamlar zaochniy kiraveradi. Bitirish osonroq. Uni объемini осилить qila olmayman, ну опять же где-то на уровне среднего desa, вечерний kiringlar. Пожалуйста, ochib qo'yishgan вечерний. Uni уровенini точно осилить qila olmayman. Grafiklarini, cherchojlar bo'lsa, informatika, matematika, fizika, elektronika, elektrotexnika,
Tam shunaqa sohalarni, sapromat degan fanlari bor. Начитательный geometriya, injenerniya, kompyuter grafika, ya'ni kompasda ishlash kerak bo'lgan fanlari bor. O'shalarni asliy qila olaman desanglar, ochni kiringlar. Hamma formatida o'qish yaxshi. 4 yillik, 5 yillik, 6 yillik o'qishlari bor, magistratura, aspiranturasi bor. Xalqaro diplom, xalqaro aytaman, Sankt-Peterburgda xalqaro. Moskvadagi ham, davlatniki Moskvadagi ham yaxshi. Sankt-Peterburgdagi nomi Pugups deyiladi. O'sha haqida biz 1 soatlik video olganmiz. Hali ham ko'rmagan bo'lsangiz kirib ko'ringlar. Вообще интересно. Biz proyekt qilganmiz u haqida. Hech kim qilmagan ish Sankt-Peterburgskiy universitet Pugupsga qilingan katta obzor bor. Universitetni o'zi tanib oldi. Bunaqa ishni объемda hech kim qilmagan dedi. Shuning uchun maslahatim ko'ringlar, YouTube'da bor kanalda. O'shani ko'rsanglar bo'ladi. Krutoy video chiqqan, вообще krutoy video chiqqan, zo'r chiqqan. Ko'rsanglar, obzor bor. Temir yo'lda yaxshi tarafi xalqaro diplomdan tashqari oylik baland. Oylik baland. Mashinist bo'lish uchun mashinist sferasini o'qish shart emas. Любой sohasini bitirib, pravasini olib mashinist bo'lsangiz bo'ladi. Poyezdda, metroda mashinist bo'lsa bo'ladi. Pravasini o'qish kerak bo'ladi, o'zining pravasi bor. Endi meni maslahatim temir yo'lga zaochni kamayib ketdi. Zaochni ham kiravringlar. Zaochning kontrakti qimmat emas, plus еще o'qishi ob'yomi kamroq. Bolalar bor, ochni kirib olishda atlanib ketdi, ko'tara olmaydi ob'yomini. Uni ham подготовительный kursi bor, kстати. Agar kuchim yetmaydi, tayyorlanib ko'ring, keyin kiraman desanglar. Uni ham dars davomida углубленный rus tili va matematika, fizikani углубленный variantlari bor. Qo'shimcha o'tadi, tushunmasanglar. Uni ham yotoqxonasi, kстати, общежитиеdan umuman problema yo'q. Yotoqxonasi 1,5 ming turadi. 8 ta yotoqxona bor. Hech qachon yotoqxonasiz, yotoqsiz qolib ketmagan student. Lokatsiyasi har xil. Chekarog'ida shahar o'rtalog'ida, universitetning oldida, universitetning o'zida har xil bor. Fakultetga qarab bo'linadi. No, hech kim hali yotoqsiz qolib ketmadi. Shunisi yaxshi. Bor universitetlar bir xillari общагasi yo'q. Yotoqxonasi oyiga 20 ming, 25 mingdan otellarni gaplashib berishgan. Chunki yo'q общагasi. Pugups общагasi nomer 1 turadi. Plus еще 200 yildan oshgan tarixi bor. 200 yildan oshgan universitetda o'qish bu prestij. Prestij nimaga prestij? O'ta faqat dotsent. Eng oddiy преподаватель это старший преподаватель. Oyliklari tam 150 ming, 200 mingdan boshlanadi ularniki. И дальше professorlar dars beradi, dotsentlar dars beradi. Professor, dotsentlar ular aspiranturadan tashqari еще там bir nechta doktorskiy delolarni yoqib tashishgan. Shundan tushunsangiz bo'ladi, ular bilan bor odamlar, вообще успешный odamlar bor. Ular bilan o'tirib choy ichishga odamlarni xohlaydi, odamlar shuni, lekin ularning vaqti yo'q. Ular bilan svязga chiqib bo'lmaydi. Bu yerda professorlar sizlarga soatlab dars beradi. 15 minut gaplashsangiz, butun umringizga maslahat o'qishingiz bo'lgan darajadagi professorlar o'qitadi. Maza qilib o'qish kerak. Yoshlarga особенно maslahat, TikTokda listat ko'rmasdan o'qish kerak. Kirish kerak. Hozir vaqti. Mana shunaqa shans bor. Bizga o'xshagan ofitsialniy odam sizga o'qishga kirib beraman deyapti. Foydalanish kerak. Ertaga bu shans bo'lmasligi ham mumkin. Bu temalar полный o'zgarib ketishi mumkin. Qat'a bilasiz. Любой katta поколениyadan o'ylang, nimadirdan afsuslanadi. Riskovать qilmagandan, qadam bosishga qo'rqqandan, qilmagandan shu ishni deb o'tiradi. 50 ga kirgan, 60 kirgan. O'zgartira olmaydi. Shu, bor hayot shu. Hozir sizlar 15, 20, 25, 30 yoshdamisizlar, 35 farqi yo'q. Menga keldimi, bosish kerak. Srazu. Chunki u bekordan bekor kelmaydi. Xudo bekor namyok qilmaydi. Namyok qiladi, kallani ishlatib bosish kerak. Kelinglar maslahat qilinglar, без проблем, бесплатно konsultatsiya, бесплатно. Вообще o'zi nimadir sizlarga tushuntirish бесплатно. Bizga qiyin emas u narsa. Chunki bu sohada biz professionalmiz. Ya'ni yurist с переобразования и проконсультация degan gaplar bor. Ya'ni kasbga to'g'ri yo'naltira olamiz va yuridik tarafdan biz bu narsani yaxshi tushunamiz. Shunaqa ukalar, akalar, opa-singillar, kelinglar, topshiringlar, yordam beramiz. Ota-onalar обращаться qilinglar. Neft и gaz deyiladi xalq tilida. Neft va gaz yo'nalishlari. Bu yerda pul katta, как всегда, va qiziq soha. Qiziqligi shundaki, nima desa bo'ladi? Обычный o'zimizning mahalliy hamma o'qigan sohalardan charchagan bo'lsalar, neft и gaz. Bu yerda svязь kerak emas, katta joyda ishlash uchun.
yaxshi pul topish uchun. Bu sohani egasiga har doim ish bor. Sababi neft o'sha 200-300 yil bo'ldi. Bu yerda har doim katta pul bo'lgan. Bundan keyin ham elektromobil chiqadimi, havoda yuradigan, hech nimasiz yuradigan mashina chiqadimi, neft har doim aktualniy bo'ladi. Sababi bundan boshqa yoqilg'i va shunga taalluqli sferalar bor. Boshqa narsalarga ko'p narsaga foydalanishadi neftdan. Kroме как bitta benzin yoki solarka shunga taalluqli bo'lgan narsalardan tashqari ko'p narsalarga foydalanishadi neftdan. Neftdan ko'p narsa ishlab chiqarishadi. Elementarniy shampundan boshlab dalshi ketirish mumkin, yasama kuklolagacha hammasi neft ta'sirida ishlab chiqarilishi mumkin. Qancha zavodlar, qancha fabrikalar shunga связан. Million va milliard pul aylanadi har doim. Shuning uchun neft va gaz sohasi har doim uncha joyda, во-первых, zavushniy yo'q. Bitta joyda qolgan. Shuncha aytdik, kamroq topshirdi, lekin shunda ham ancha odam ko'rdi, ancha odam so'radi, lekin topshirgan odam kam bo'ldi o'tga. Qancha boshqa joyda zavushniy qolmagan. Maslahatimiz topshiringlar o'tga. O'qish qiyin emas. Там немного химия, немного биология o'tdi. Bo'ldi. Boshqa u yog'i oson o'qib ketish. Men eshitmadim neft gazga kirib accident bo'lib ketgan bolalarni. Meditsinada eshitganman, temir yo'lda eshitganman, ITda eshitganman, lekin neft gazda eshitmaganman. O'zi ko'pchilik kirish boshladi hozir o'tga. Lekin men eshitmaganman. Что o'tda accident bo'lib ketdi. Bunaqa o'qishlari qiyin emas. Yaxshi tarafi har doim 3-4 kurs kelganingizda zavod, fabrika, firma, kompaniyalar o'zligi keladi. Ish taklif qilib, o'zi keladi. Neft, xohlasang gaz. Gazni neft gazda o'qishga shu gazga taalluqli, kстати, Turkmanistonliklar ko'pchilik o'qigan universitet bor. RGGMU degan universitet bor. Отношениямыз вообще четкий ular bilan. Hammasini yaxshi taniymiz. Priyomniy komissiyasini ham boshqasini ham отношениямыз tepadagi rektorati bilan ham zo'r, xudoga shukr, отношениямыз ular yaxshi, приветствует chet el fuqarolarini, to'g'ri o'qishga kelgan niyatdagi odamlarni hammasini yaxshi o'qitishadi. Вообще молодцы они. Ularda hamma условиялар bor. Gaz sferasiga, neft gazga esa o'zimizda bor. Bu yerda горный kirsanglar bo'ladi, спокойно. Platniyda kontraktda arzon emas. Moskvaga bor, kстати, 5-6 ta universitet bor neft gazga. Ну, просто zavushniy olib tashlashyapti neft gazdan, chunki kirib olib o'qib neprofessionallar bitiryapti. Shuning uchun. Опять же, o'zimizning aybimiz uchun. Agar normalniy shu yerda ham zavushniy ham insof bilan o'qilganda, normalniy ertaga borib ishlaganda bunaqa bo'lmasdi. Zavushniy shuncha olib tashlashyapti. Endi yana shunaqa magistrga kirmoqchi bo'lishadi. Bir xil bakalavriatda noto'g'ri sohada o'qib qo'ygan bo'ladi. Magistrga ham, kстати, neft va gaz yo'nalishiga qabul bor. Yaxshi tarafi neft gazda именно tanlamaydi. Nimani bitirgansiz bakalavriatda. Любой sohani bitirib neft gazga kirsa bo'ladi. Кроме медицины. Shuning uchun topshiringlar, kelinglar. Oylik baland 4-5 mingdan boshlanadi. Средний зарплата по миру neft gaz yo'nalishida 7 ming. Eshitmagan bo'lsanglar, statistikalarni ko'ringlar. 7 ming dollar средний зарплата, o'rtacha oylik. Asal o'qisam, kelganingizdan 7 ming bermaydi, o'rtacha oylik deyilyapti bu yerda. Вот. Shuning uchun yaxshi spetsialist bo'lib chiqsanglar, O'zbekistonda вообще ish ko'p hozir u temaga. Temir yo'lga aytgandek, bu yerda ham juda ham ko'p ishga joylashtirib qo'ygan kompaniyalarni даже taniymiz ham biz. Если что, kerak bo'lsa O'zbekistonga. Kelinglar, обращаться qilinglar. Hozir qabul bor neft gazga. Hali bolangiz maktab bitirmagan bo'lsa yoki siz student будущий ko'rib turgan bo'lsangiz, hali bitirmagan bo'lsangiz ham topshirsangiz bo'ladi. Bitirgan bo'lsangiz hozir vaqt topshirishi. Yozda yurib yurmanglar. Uspet qo'yaman, bu chala ekan, bu xato ekan, bir balo qilib bering, bir yo'lini qilib bering deb. Hozir topshiringlar. Nima qilasizlar kutib? Har doim oldin topshirgan odam yutgan. Ko'p pul kerak emas topshirishga. Вообще mizerный dokument, mizerный расход bilan boshlasa bo'ladi. Расходdan bo'lmaydi, kopeyka. O'qishga kirish uchun mana kopeyka pul. Shunaqa. Qizlarimizga, конечно, bolalar ham o'qisa bo'ladi. Pedagogika yo'nalishlari bor. Pedagogikaga bu yerda hamma pedagogika bo'lishi mumkin. 98 ta yo'nalish bor pedagogikaga kirmoqchi bo'lsanglar. Maktabgacha ta'lim, maktabgacha boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'lim, hammasiga pedagogik yo'nalishlarga qabul bor. Tarixdan dars bermoqchimisiz? Rus tilidan dars bermoqchimisiz? Rus tili domla bo'lmoqchimisiz? Переводчик bo'lmoqchimisiz?
yoki ximiyadan dars bermoqchimisiz, biologiyadan dars bermoqchimisiz, любой sferaga pedagogikaga bizada universitetlarimiz bor. Российский государственный педагогический университет имени Герцена sizlarni kutib qoladi. Bizning ular bilan shartnoma, doговорlarimiz bor. Yaqindan yordam bera olamiz, полностью сопровождать qila olamiz. Ochniga, вечернийga yoki заочныйga kirmoqchi bo'lsanglar, ikkinchi mutaxassisligi, birinchi mutaxassisligi, magistraturaga, kстати, grant joylari bor. Xos topshirsanglar, grant joylarga как раз qabul ketyapti. Hammadan oldin student bo'lsanglar bo'ladi. Yaxshi tarafi universitetda loyallik, ya'ni odamdagi muammoni yomon ko'rib qaramaydi. Yordam berishga harakat qiladi. Международный отделы вообще молодцы просто. Вообще спасают людей deydi-yu. Qo'pol qilib aytganda, MCS'liklar uni harakat qilmaydi odam uchun, чем ular. Studentskiylarni olishda ham uprashенный, пропускlar olishda ham hammasi uprashенный. Dekanatlar вообще молодцы. Юридический fakultetiga вообще просто класс. Studentga shunaqa yaqindan yordam berishadi, просто так, чтобы он доучился. В рамках закона, конечно, lekin shunaqa yaxshi, shunaqa o'zini mehnatini ayamaydi, чтобы ularda har bitta student oxirigacha o'qib bitirishini fanatik qilishadi bu narsadan. O'qigan oxirigacha bitirgan deb harakat qilishadi. Молодцы просто. Eng zo'r o'sha yerda komanda yig'ilgan Gersenda. Gersenning yaxshi tarafi yana bu yerda har xil milliy festivallar o'tadi. Ya'ni u yerda millatchilik yo'q. O'zi вообще millatchilik universitetlarda kam, почти uchramaydi desa ham bo'ladi. Bir ikkita personajlar hisobga olmasa, va aslida hammasi yaxshi. U yerda milliy har xil festivallar bo'lib turadi. Ya'ni землячество degan ma'noda keladi. Har xil universitetlardan har xil millat vakillari kelib, o'zini millatini ko'rsatib berishadi. Qanaqa xususiyatlariga egaligi, qanaqa kiyimlari, milliy xotlari, hamma ham faqat ovqat bilan emas-ku, kiyim bo'lishi mumkin, har xil urf-odati bo'lishi mumkin, har xil mana shu oddiy igrushkalarga o'xshagan har xil kulturasida mana shunaqa haykalchalar yasashi mumkin ular chiroyli qilib. Любой pichoqlar bo'ladimi yoki sopol buyumlar bizada yasashadi eski anchadan beri. Особенно vodiy yoki voha taraflarda. Вот shular bilan shug'ullanishini ko'rsatib beradi. То есть кто как есть. O'zbek qanaqa, tojik qanaqa, o'ris qanaqa, любой millatniki. Shu Gersen shu narsani ustida ishlaydi har doim. Bu zo'r, bu zo'r. Yana joylashgan joyi ham zo'r. Moskvaga ham bor, kстати, xuddi shundan pedagogический universitet bor. Yaxshi joylashgan, Peterdagisini chiroyli joylashgan joyi Kazanskiy saborda joylashgan. O'ng tarafida Ekonomический, chap tarafida Gersen. Ikkita universitetda o'rtasida katta Kazanskiy chiroyli sabor bor. Sentrda, прям sentrda potok ko'p paytda, hamma narsa пошаговый доступности. O'sha yerda maza qilib o'qisanglar bo'ladi. Прям четкий universitet. Diplom O'zbekistonga 100dan 100 o'tadi, chunki Toshkentda filiali ham bor. Kстати, hozirgi rukovodstvoni qizlari shu yerda o'qiganlar, aspiranturada. Shuning uchun вообще bemalol kirsanglar bo'ladi. Zo'r universitet, maza qilib o'qishga taklif qilamiz Gersenga. Kelinglar. Psixologiya menga yoqishni boshladi. Oldin bu sferaga как будто anaqaga qarardim. Ну, есть psixologiya, есть psixolog. Psixolog bilan nevrologga men adashtiraverardim kerak bo'lsa, yosh bola paytim. Nevropatologga yoki nevrologga borishga deb o'ylardim. Psixolog bilan psix odamni psixologga вообще kash edi kallamda. Yillar o'tib, shu yoshga kelib, razoberatsiya qildim, hammaga o'xshab. Bu zo'r sfera ekan. Nimagaki? Вот psixolog это как коуч. Это как коуч, ya'ni ustida turgan ustozga o'xshaydi. Siz bilasiz, ertalab turish kerak, vaqtli turish kerak. Siz bilasiz, obedda vaqtida ovqatni yeyish kerak, ujinga og'ir ovqat yeyish kerak emasligini. Siz bilasiz, masalan, qanaqa yashash kerakligini, oila bilan отношенияni qanaqa qilish kerak, begonalar bilan qanaqa qilish kerak. O'zini qanaqa motivatsiya berish kerak, o'ziga bo'lgan ishonch qanaqa uyg'otish kerak. Bilasiz, hamma narsa bor internetda. No, qilmaysiz uni. Nimaga? Chunki psixologически o'zingiz tayyorlanmaysiz bu narsaga. A psixolog bu narsani sizga как coach ustingizda turib o'rgatib turadi. Ota-onaning o'zining vazifasi bor.
xotin erni o'zini vazifasi bor, bola chaqani amaki hammani o'zini vazifasi bor bu dunyoda. Bizning hayotimizda soplikassatsiya qilgan любойni vazifasi bor o'zini. Kimdir выполнять qiladi, kimdir выполнять qilmaydi. Lekin vazifasi bor. Shu hayotga kelibdiki, ответственность bilan tug'iladi любой. Psixologga borishingiz shart emas, lekin psixologiyani o'rganishingiz men o'ylayman shart. Nimagaki psixologiya bugungi hayotimizda global muammoni hal qiladi. To'g'ri o'rganish. Опять же, sizlar psixolog bo'lib там, как говорится, kurs sotib, ertaga kech unaqa bo'lishi shart emas. O'zingiz uchun o'rganib qo'ysangiz ham bo'ladi. Или просто psixologga borib, ikki og'iz maslahatini olsangiz ham этого достаточно. Но bu sferani o'rgansanglar, hozir ko'p ajrashishlar bo'lyapti, ko'p muammolar oilada. Ota bolani tarbiyalay olmaydi. Bola otaga qanaqa ta'sir qilishni bilmaydi yoki ona bolaga xuddi shuni обратныйsi. Plus еще oilada muammolar bor, er xotin muammolari bor, основной muammo. Oddiy ishxonada kelib ishxonadagi hamkasblar bilan to'g'ri muomala qila olmaydi. Nimaga? Bu psixologически он травмирован или tayyor emas, noto'g'ri tarbiya bo'lgan. O'sha narsalarda psixologlar ko'pincha spasat qiladi. Hammasi emas. Честный va опытный. И bu, ya'ni bitta oilani spasat qilib qo'ysangiz, ya'ni ajralib ketishdan nima ham pul turadi. Bitta gapingiz, bitta maslahatingiz katta davlatlarni qutqarib qolishi mumkin. Qo'pol qilib aytganda. Prezidentlar ham psixolog qanaqasidan foydalanadi? Bilmasangiz kerak proseslar. Ko'pchilik rukovodstvoda katta anaqada ishlaganlar vazir bo'lardi oldin. Hozir vazirlarning vazifasi maslahat berish emas, ko'proq ular davlat ishlari bilan ovora. Вот maslahatchi degan bo'ladi. O'zi ko'proq prezident maslahatchisi, hokim maslahatchisi, ular ko'proq hammasi psixolog bo'ladi. Вообще-то. И pedagoglar ham psixolog bo'ladi. Psixologiya butun hayotimizda hamma yerda bor. Bu ertalab turdingiz, уже boshlanadi. Siz uxlab turishingizdan boshlab to yana обратно uxlagunizcha. Butun umringiz davomida kerak bo'lgan narsa. Bu sferada ochniy, zaochniy bor. Вечерний topish qiyinroq. Ko'proq ochniy va zaochniy. Kiriylar, o'qiylar вообще oson, tugatish ham oson, o'qish ham oson. Psixolog yaxshi tarafi uni aldash qiyin. Sizni aldash qiyin bo'lsa, siz bu hayotda yutdingiz degani. Aldab ketaversa, aldash olmasa zo'r degani. Vaqt hammasidan qimmat turgan narsa vaqt. Birovning lapshasiga vaqtingizni yo'qotmaysiz degani. Hech kim qaytarib bera olmaydi vaqtni. Hech qanaqa pulga. Shuning uchun o'rganinglar, kiringlar, kelinglar, kirib beramiz psixologiyaga, вот прям по щелчку kirib beramiz. Bizda отношениямыз zo'r o'zlar bilan, xudo xolasa o'qiysizlar. Keyingi maslahat beradiganim aktyorство. Teatralniy aktyorство bo'lishi mumkin yoki обычный kino industriyasida ishlash mumkin bo'lgan aktyorство yo'nalishlari bo'lishi mumkin, художественный yo'nalishlar bo'lishi mumkin, bu dizaynerskiy yo'nalishlar mumkin. Shu sohalarga ham unutib qo'ymasliklarini iltimos qilaman. Faqat pul deb yurmasdan, ozgina san'atga ham e'tibor berish kerak. San'at noni qattiq bo'ladi, lekin uni hurmati baland bo'ladi. Nimagaki, san'at shunaqa narsa, u любой odamda bo'lmaydi. Afsuski, любой odamda bo'lmaydi. Masalan, допустим, neft-gazga gapirdik, mehnat qurasiz rezultat bo'ladi. San'atda mehnat quragan rezultat kamroq bo'ladi bir xilda. Nimagaki, u talant yo'q. Bir xil tug'ma talant. Men aytayman, hammanglar aktyor bo'linglar, artist bo'linglar, ashulachi bo'linglar yoki tam rassom bo'linglar yoki teatrda ishlaylar demayman. Dizayner bo'linglar demayman. Просто talantingiz bo'lsa yo'qotib qo'ymanglar. Talant bo'lsa yo'qotib qo'ymanglar. Yaxshi dizaynerlar bor bizda. Zo'r dizaynerlar bor. O'qib yurishibdi, o'qishga loyiq. Kстати, o'shalar topshirsa bo'ladi oldinroq. Yaxshi dizaynerlar. Keyin yaxshi yana bizda aktyorstoga talanti borlar bor. Afsuski, Instagramda bloger bo'lib, qo'pol qo'ygan ichida yurishibdi. Hammasi emas, определенный kategoriyasi. Ko'rasizlar, qanaqa bir levoy prosmotr bilan populyarlik ketib bo'ladi. Bu hali aktyor degani emas. Bu bloger hali aktyor emas. Bloger, aktyor har xil odam. Bu hali aktyor degani emas. Aktyor bu talant, kuch, mehnat yillar davomida. Uni mehnati xalq baholaydi, pul emas. Davlat baholaydi. Uni ordenlari, uni yutuqlari, uni medallari, uni har xil kongresslarda yoki boshqa anaqalarda olgan pachotlari yoki har xil katta musobaqalar bo'lishi mumkin yoki boshqa joylarda olgan medal va uni yutuqlari uni
bahosi bo'ladi. Pul уже ikkinchi o'rinda bo'lishi kerak. Shunisi bor. Bu degani siz boshida pul tiqib, keyin pul olasiz degani emas. Pul kerak hammaga, lekin bu yerda bitta kelsa zo'r keladi. Birdan narx oshib ketadi-yu, aktyorlarni yoki ashulachilarni birdan. Bu o'sha kelish uchun mehnat qilinadi. Hamma joydagi talantingiz bo'lsa, strellat qiladi. Talantingiz yoshligida, yaxshi tarafi bor buni. Talantingiz yoshligingizda aniq bo'ladi o'sha. Faqat qaysi yo'nalishligi sal o'tib, balog'at yoshiga yaqinlashganingizda ashulachimisiz, aktyormisiz, teatrdamisiz, obishnamisiz, o'sha keyinroq sal. Buning uchun mehnatni qilish kerak. Shunaqa yo'nalishlarga, kстати, biz kirib bera olamiz. Agar qiziqib yurganlar bo'lsa, borda shunaqa O'zbekistonga kirolmagan, Rossiyaga kelib ishlab yuribdi. Qiziqadi shu sohaga. Men tanishlarim ham bor, bir ikkita kirmoqchi edi. Agar hali ham ko'rib turgan bo'lsangiz, bizani kelsangiz bo'ladi. Qabul bor va hozir ochiq. Dizaynerskiy, rassomlik, chizmachilik, aktyorlik, teatr yo'qanaqiga, kino industriyasiga va plus еще vokalniga ham, muzikal industриyaga ham universitetlar va kollejlar bor, kirib bera olamiz. Kelib topshiramiz. Hammaga salomat bo'linglar, xayr. Ko'rishguncha.